Hamma kasalliklar bilamiz, yo issiqdan bo'ladi, yo sovuqdan bo'ladi. Lekin issiqdan bo'ladigan kamroq uchraydi, ko'proq sovuqdan bo'ladigani uchraydi. Sovuqdan bo'ladigan o'sha qandli diabetda albatta bu yerda ham birinchi galda ovqatga e'tibor berish kerak. Sovuqli ovqatlarni to'xtatish kerak. Parhezga o'tish kerak. Shirinli narsalar endi ularni o'zlari bilishadi. Bitta oshqozon osti bezi, ya'ni insulin chiqarish bu nimalar buzilgan. Ovqatni to'g'ri ovqatlanishga o'tish kerak. Ya'ni ustma-ust ovqat yeyish kerak emas. Ovqatlarni hali o'zini biriga mos keladigan, mos kelmaydigan nimalari bor. Ana o'shalarga e'tibor berish kerak. Sovuqli ovqatlarni ko'p yemaslik kerak. Sovuqli ovqatlar, turib qolgan ovqatlarni hazmi og'ir bo'ladi. Hazm bo'lmagan ovqatlar tanada sovuqni ko'paytirib yuboradi. Bu degani a'zolarni ham nimasi quvvati ketadi, soviydi. Oshqozon osti bezini ham ishini buzadi, quvvatini pasaytirib yuboradi. Natijada u kerakli o'zini o'sha nimalarni qila olmay qoladi. Bu bitta nimasi bo'lsa, sababi bo'lsa, ikkinchi sababi buyrak. Buyrak bu zaxni yomon ko'radigan a'zo, issiqlikni yaxshi ko'radigan a'zo. Mana sovuq tushyapti, bundan buyon yurganimizda oyoqdan boradigan zax sovuq to'g'ri buyrakka boradi. Va buyrakni bitta filtr vazifasi bor, uni vazifalari ko'p. Shulardan bittasi filtr, ya'ni tozalaydi. Qonda kelayotgan shlaklarni tozalab turadi. O'sha shlaklardan bittasi ortiqcha qondagi qand bo'ladi. Shu qandlar ham agar buyrak yaxshi tozalab bera olmasa, u ko'payib ketadi qonda. Shuning uchun albatta buyrakka ham e'tibor berish kerak. Buyrakning quvvatini ko'tarish kerak. Buyrakdagi zaxlarni hammasini yo'qotish kerak, haydash kerak. Mana shunaqa yo'llar bilan sekin-sekin qandning miqdorini imkon boricha muvozanatini saqlab normada olib yurishga harakat qilish kerak. Albatta buni davolashda bu oson nima emas, buni hamma ham biladi. Uyda o'zboshimchalik qilish kerak emas. Mana shunaqa qilib davolasa bo'lar ekan. Bu davolash degani emas, oldini olish, profilaktika yo'llarini aytyapmiz. Agar davolanish kerak bo'ladigan bo'lsa, buni shifokorlarga, biladigan mutaxassislarga murojaat qilib, shularni nazoratida, o'shalarning tavsiyalari bilan davolanish kerak.